Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, podpisчиклар. Mana yana ham high-tech stildagi bizning kuxon naborimiz tayyor bo'ldi. Bu rossiyskiy DSPdan ishlatilgan, bonussiz sifatiga baho berishlaringiz mumkin. Hamma narsasi bu turetskiy profilda qilingan, oyna, vitrinasi, bir moyka joyi, moyka albatta siz xohlagan moykadan qilib qo'yib beramiz. Bu qora sami moykasiga moslashgan. Mana bu yerda sushitlari ham bor ichida, полностью 100% MDF'lik. Mana kачестволарni, sifatlarini ko'rishingiz mumkin. 70 kg besim bor, mana osilib tekshirib beryapman. Bemalol ichlarida polkalar bor, hamma narsasi bor. Tortmalari полностью turetskiy nimada. Yonboshdan ko'rinmaydi nimasi. Hamma narsasi tagida 70 kg gacha ko'taradi. Ichlari ham полностью DSPdan qilingan. Bemalol tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonlarda barni stoykalari qilingan. Jak положено, xohlasangiz bunaqa fason qilib beramiz. Bularni ham ichlari shkaf полностью, как kupayni fasonda. Hamma narsasi 100% PVH kromkadan bo'lgan. Stolishnichalari rossiyskiy stolishnichadan ishlatilgan. Полностью PVH kromkalari bo'lgan. Svet yorug'liklarini ko'rishlaringiz mumkin. Svetlari ham полностью sensorda. Hamma narsa o'zi o'chadi, o'zi yonadi. Mana bemalol qo'lingiz bilan shunday kelasiz, bosasiz, yoqasiz, yo'q. Yana bosasiz, o'chadi. Aloqa uchun pastdagi nomerlarga telefon qilsalaringiz bo'ladi.